Assalomu alaykum, kanalimizni hurmatli kuzatuvchilari, qadrli vatandoshlar, sog'-omon bormisizlar? Uzr, yana men uy kiyimida, oddiy uyda yurgan holatimdaman. Tashqarida soya salqin joyda choy ichib o'tirgan joyimda kanalda nima gaplar deb bir kommentariyalarni o'qigani kirsam, juda ko'pchilik surxondaryolik Zubayrjonni taqdiriga qiziqib, nima bo'ldi, bu bola topildimi degan savollar bilan murojaat qildi. Kanalga video olayotgandim degan gapni tushunmaydi xo'roz. Uzr, aqlsiz jonzot. Zubayrjon haqida uni topish uchun olib borilayotgan qidiruv-qutqaruv ishlari borasidagi eng so'nggi bilgan ma'lumotlarimni sizlarga bildirmoqchiman. Men olgan ma'lumotlar, so'nggi ma'lumotlarda hali Zubayrjon topilmagan edi. Bugun bu haqida yana video qilishimga sabab bo'lgan boshqa bir jiddiyroq holat bor. Kimga aza, kimga maza bu dunyo deydi-yu. Shunaqa afsuski, ming afsuslar bo'lsinki, oramizda birovlarni kulfatidan ham o'zini manfaatini ko'zlaydigan, birovlarni kulfatidan ham foydalanib qolishdan uyalmaydigan vijdonsiz, Allohsizlar bor oramizda. Men bularni shaytonni inson shakliga kirgan holati, inson shaklidagi ko'rinishi deb bilaman. 124 ming payg'ambar yo'lga sololmagan bunaqangi insonlarni, lekin 5 daqiqada hattoki shaytonni ham yo'ldan chiqargan bunaqangi vijdonsiz qalloblarni qaytib og'izga olmayman degan edim. Lekin masala bu yerda kichkina bolachani taqdiri, 2 yoshli go'dayni gapirishga majburman. Sizlarni ham hushyorlikka chaqirish maqsadida, chunki bizning xalqimiz juda ham sodda, mehribon, ishonuvchan, birovni kulfatiga, birovni qayg'usiga ko'zini yumib o'tib ketadigan darajada qalbsiz, yuraksiz emas-da. Qidiruv-qutqaruv ishlarida Zubayrjonni oilasiga yordam berish uchun deb ba'zi bir ifloslar karta qo'yib pul yig'ayotgan ekan. Zubayrjonni ota-onasi ham murojaat qilib chiqdi. Men YouTube'dan topa olmadim bu murojaatni, lekin Instagramdan ko'rdim. Bular hech qanaqangi xalqdan pul so'rashmagan. Qidiruv-qutqaruv ishlarini o'sha tumanni ichki ishlar bo'limi, tezkor qidiruv xodimlari va favqulodda vaziyatlar bo'limi tumanniki olib boradi. Ko'ngillilar albatta yordam beryapti, lekin odamlardan pul kerak, mablag' masalasida qiynalyapmiz degan murojaat bilan Zubayrjonni ota-onasi xalqdan pul so'rayotgan, moddiy yordam so'rayotgan joyi yo'q. Faqat bolamiz haqida biror bir ma'lumotga ega bo'lsanglar, aytish juda qiyin. Tirigi yo o'ligidan xabaringlar bo'lsa, iltimos bizga aloqaga chiqinglar, yordam beringlar topishda deyapti. Xolos. Biz bolamiz o'g'irlangan degan gumondamiz deyishyapti. Zubayrjonni ota-onasiga yordam kerak ekan deb o'zlaricha yordam kompaniyasi tashkil qilib, ijtimoiy tarmoqlarda uyalmasdan pul yig'ib yurganlarga aldanib, ishonib pul berib yurmanglar. O'zi umuman hech ham hazm qila olmayman. Chunki o'zim ham ijtimoiy tarmoqlarda mana bu blogerlik faoliyatim borligi sababli kaltakni bir uchi kelib menga ham tegadi. Garchi bunaqa rasvogarchilik qilib yurmasam ham, afsuski sholi ko'rmaysiz bo'lmaydi o'rtoqlar. Shu o'zidan bloger yasab olib, o'zidan bir xayriya sevar, yordam sevar bir nimalarni yasab olib, odamlardan birovlarni kulfatini olib chiqib ko'rsatib, yordam kerak, iltimos, yordam beraylik, odamlarni his-tuyg'ularini o'yin qilib, o'sha ko'ngli bo'shligidan foydalanib karta qo'yib
pul yig'ishga harakat qilganlar, pul yig'ganlar, birovlarni yig'latib, majburlab yurib, oldindan kelishuv asosida xayriya pul yig'aman, 70% meniki, 30% seniki deb pul yig'ganlar, hattoki yig'ib beraman deb va'da qilib turib, haqiqatdan yordamga muhtoj odamni ko'rsatib, lekin pulini bermasdan yeb yuborganlar bor, tan olaman. Xalqni dardi bilan, xalqni muammosi bilan yonib faoliyat yuritayotgan blogerlarga nisbatan ham odamlarning orasida ishonch yo'qolib qolishga, ha, blogermi, muttaham, shantajchi yoki bo'lmasam haromxo'r degan fikrga borishiga sabab bo'lib qolyapti mana shunaqangi ahmoqlar. Shu uchun birorta vatandoshimizga moddiy yordam so'ralib murojaat bo'lganda, aynan o'sha odamni telefon raqamini bering, bir hol ahvolni so'rang, balki boshqa yordamlar ham kerakdir deb turib nomerini olib, iloji bo'lsa hammani qo'lida aqlli telefon bor, yo'qlar topish problema emas. Aqlli telefoni yo'qlar internetda nima bo'layotganini bilmaydi ham, internetdan foydalana olmaydi, oddiy telefon orqali. Xullas kalom, o'sha odamlarni o'zini shaxsiy raqamini olib, iloji bo'lsa video vizovdan gaplashib, bir-biringlarni ko'rib, aniq ishonch hosil qilib, shaxsan o'zlarini bank raqamlariga, plastik kartalariga agar yordam bermoqchi bo'lsanglar, ko'ngildan chiqargan yordaminglarni beringlar. Bunaqa e'tibor bersanglar, Sberbank kartasi, palon karta, pismadon karta, viza karta deb har xil ism familiya bilan karta qo'yib yuborishadi. Shaxsan o'sha yordamga muhtoj odamni o'zini yoki oilasidan bir yaqinini, birinchi darajali yaqinlarini plastik kartasiga pulinglar bo'lsa, yordamga atagan, ajratgan, tashlab bersanglar, o'tkazib bersanglar, ana unda maqsadga muvofiq bo'ladi. Har xil troll akkauntlar ochib olib, har xil troll profillar ochib olib, bu farzandidan hech qanaqa xabar ololmayotgan bolasini yo'qotib qo'yib, o'zi farzand dog'ini tortib turgan ota-onani ahmoq qilib, bola menda palon pismadon degan kommentariyalar yozib qoldirish, o'sha bolani yo'qolganligi, uni topishga yordam berishini so'rab, qidiruv e'lon qilib chiqayotgan blogerlarni Telegram kanallariga, Telegram profillariga yoki Instagramiga yozayotganlar bo'layotgan. Alloh baloinglarni bersin sizlarni. Bo'ptimi? Boshinglarga o'sha Zubayrjondek tosh tushsin ko'kdan. Odamni qayg'usini ustidan ham kulib, o'yin qilib o'tirishibsan, dinsizlar, iymonsiz, Allohsizlar. Biri musulmon, ikkinchi bir musulmonga qilmaydi buni. Jabr tortayotgan, bolandog'ini ushlab turgan musulmon bo'lmasa ham bitta musulmon boshqa bir insonga nisbatan o'zini musulmonman, alhamdulillah degan odam qilmaydi, o'zini odam deb bilgan inson qilmaydi bu narsani. Padaringga ming la'nat senlarni, mana shunaqa qilib tarbiya bergan. Uyatsizlar. Keyin kommentariyalarda ham ko'zim tushib qolyapti. Voy onasi qaramabdi-da, onasi etmabdi-da, onasi betmabdi-da deb yozyapsizlar, o'rtoqlar. Bo'lar ish bo'ldi. Hech kim bolam yo'qolib qolsin, qidirib topa olmasdan sarson bo'lib, na o'ligidan, na tirigidan bexabar yuray. Kunda 1000 marta o'lib, kunda 1000 marta tirilib deb bola boqmaydi. Shu falokat bo'lishi kerak ekan, bo'pti. Endi onasi ehtiyotsizlik qiladimi, boshqa qiladimi? Bu bo'lar ish bo'ldi. Gapirib yozganimizdan foyda yo'q. Duo qilaylik, undan ko'ra shu mitti bolajon topilsin. Bolasini jonsiz badanni quchoqlab qolmasin bu ota-ona. O'zimizga ham farzandimiz bor. O'rniga o'zimiz qo'yib ko'raylik. Hech kimga Xudoyim bunaqa sinov bermasin. Shu uchun iltimos sizlardan kommentariyaga fikr bildirayotganinglarda, biror bir masalada video qilib chiqqanimda ham har xil haqoratli gaplar yozib yormanglar. Avvalgi videoyimda gapirgan edim.
haqoratga, o'sha kommentariyada yozilgan haqoratga ham jazo bor deb, bu haqiqatdan bor narsa o'rtoqlar. Bekordan emotsiyaga berilib, jahlga berilib oson bo'lmayapti tirikchilik qilish. Muhimi tinchmiz. Alhamdulillah. Yurtimizda urush yo'q. Yurtimizga tahdid solib, bomba portlataman deb turgan, poylab turgan bironta dushmanimiz yo'q, Xudoga shukr. Doim murosada bo'lib kelganmiz biz butun dunyo davlatlari bilan. Tinchligimizga ko'z tegmasin, tinchlik bo'lsin, sog'lik, salomatchilik bo'lsin o'rtoqlar. Tinchlikka yetmaydi. Mayli qimmatchilik bo'lsa ham ishlasak, pul topsak, rizq Allohdan-da, o'lib ketmaymiz. Rosa qiynalib ketganga mana xalqimiz juda mehribon, saxovatgo'y xalq. Bir-birimizni qo'llavoramiz. Davlat yordam qilmasa, davlat yordamini ham kutib o'tirmaymiz biz. Davlatning qilgan yordami ham oylik bilan yillik bo'lmaydi. Davlat ham o'zini imtiyozlari darajasida, imkoniyatlari darajasida yordam qiladi. Chunki yordamga muhtoj bo'lib turgan birodarimizga yordam bermasdan o'tirgani ham vijdonimiz ham chidamaydi. Alloh shunga qodir qilsin. Hammamizni saxiy boylardan qilsin. Iltimos sizlardan, meni kuzatayotganlar, juda ham yaxshi ko'raman sizlarni, hurmat qilaman. Meni har bitta chiqishimni oxirigacha ko'rib, kanalni analitikasida ko'rinib turadi. Qancha minutdan ko'rilayotgani har bitta videoni tekshirib ko'rib turibman hammasini. Qaysi davlatdan qancha foiz odam ko'rayotgani ham tekshirib turibman. Rahmat hammanglarga. Musofir yurtda yurganlarga ham rahmat. Alloh barakot bersin, panohida saqlasin. Iltimos kommentariyada odamni shaxsini obro'sizlantiradigan, shaxsiyatiga tegadigan haqoratli gaplar yozmaylik. Allohga havola qilib qo'yaylik, insof bersin. Insof bersa Alloh o'zi topsin. Jazosini ham o'zi bersin. Jahl haqli holatda bo'lsangiz ham haqoratlamaylik hech kimni. Chunki o'sha ozgina jahlga berilib, jarimaga tortilib, bola chaqangizni, oilangizni rizqini qiynalib topgan pulingizni davlatga jarima qilib to'lab, men bilmagan ekanman deb uzr so'rab boshingizni egib chiqishingizni xohlamayman. Men to'g'ri tushundinglar deb o'ylayman. Uzr, ozgina mazam ham yo'q edi. Iloji boricha bor kuchimni to'plab sizlarga bilgan ma'lumotlarimni berishga harakat qildim. Farzandlarimizga hushyor bo'laylik, iltimos, ayniqsa yosh onalar bolalarni hattoki bog'chada, maktabda yurgan paytini ham o'qituvchisiga, bog'cha opasiga telefon qilib nazorat qilaylik. Bilmayman, endi mana shunaqa zamon ekan. Ozgina hushyor bo'lsak, zarar qilmaydi. Uyda vaqtida ham nazoratimizdan chetda qoldirmaylik. Falokat kelib topaman desa, bu ko'chada aylanib yurgan paytida, bog'chaga yo maktabga ketayotganda deb o'tirmaydi. Uyning ichida ham topib qo'yaveradi falokat. Men kelyapman, tayyorgarliginglar bormi? O'zingizlarning xavfsizligingizni ta'minlab oldinglarmi deb ogohlantirib eshik qoqib kelmaydi. Falokat ko'rgilik, bilasizlar. Kutilmagan paytda o'sha ozgina bee'tibor paytimizda keladi. Shu uchun e'tiborni kuchaytiraylik, ziyrak bo'laylik, hushyor bo'laylik. Tinch bo'linglar, sog' salomat bo'linglar. Xudo xolisa yana ko'rishamiz. Allohga omonat bo'linglar.